Assalomu alaykum, hammaga salomatlar. Xo'p, 3-darsga xush kelibsizlar. Xo'p, bugun liquidity haqida mavzu bo'ladi. Liquidity o'zi nima? Va nima uchun kerak? Biz nima uchun masalan liquid bo'yicha savdo qilishimiz kerak? Masalan, mana bu yerga yozaman. Liquidity. Yeah. Liquidity. Mahmud masalan liquidity. To'g'ri yozdim. Mana shunaqa dars. Xo'p, liquidity nima o'zi va nimaga kerak? Liquid bu pul. Masalan bozorda sizda masalan qanday uchlar bo'ladi bozorda. Masalan ketyapti. Har bo'lganda hay qiladi. O'sha hayi bizga liquidity hisoblanadi. Liquidity o'zi nima? Bu pul. Masalan mana har low qilganda mana shu low, mana bu buni liquidini eshitdi, bu buniki, bu buniki. Ya'ni xuddi shuna liquidity deyiladi. Ya'ni vot masalan bozordan oladigan bo'lsak buni vot 4 soatlik masalan mana shu yerda vot mana hozir o'chiraman. Hop USDT mana ko'rishingiz mumkin. Mana shu joy mana har bittasi pul. Mana bu pul mana har bittasi liquidity hozir chizib olganlar hammasi liquidity. Pul. Ya'ni pastdagi pullar masalan bu pul. Endi bu tepadagi zonalarga nima deyiladi bozorda bizda? Buy side liquidity. Ya'ni mana to'liq nomi o'sha qarochida BSL deb olamiz biz. Shuni pastdagisi esa bizga xo'p, norm vaqtlar qanaqa bo'linadi? Nechidan nechigacha qattiq vaqtda bo'ladi? Nimani aytyapsiz? Tushunmadim. Nimani aytayotganingizni tushunmadim. Qattiq vaqt nima bo'ladi? Mana bu sell side. Assalomu alaykum og'a, assalomu alaykum. Savolim bor. Sessiyadan o'zidan oldingi Fazliddin. Sessiyadan o'zidan oldingi entry qilishni ham o'rgatib qo'ying. Entrylarga sal shoshib yoki kechikib qolyapman. Rahmat oldindan. Endi u ochiqcha ketadi hamma narsa. Tushunmaydiganlarga masalan atalib shu tepadan pastdan qilib tushuntirib o'tilyapti. Hop, mana buy side liquidity, sell side liquidity, hozir liquidity tushuntirib olay. Buy side, sell side liquidity. Tepasi bizga buy side liquidity, pasti bizga sell side. Endi qaranglar. Bozorda pul deyildi-yu, pul nima uchun pul kerak? Masalan, takoy siz turgan joyingiz qaysi tomonga siz masalan pulingiz bor, pul bor, takoy tepada sizga boy odam turibdi, ko'proq pul bermoqchi. Siz qayerga borasiz? To'g'rimi? Boy odamni oldiga borasiz. Pasti kambag'alroq yoki aytaylik qaysi tomonda pul ko'p? Tepada masalan 4 ta boy odam kutib turibdi, pastda 3 ta boy odam. Siz qaysi odamga borasiz? 4 ta boy odam oldiga borasiz-da xizmatini qilish uchun. To'g'rimi? Bu shunaqa. Masalan, siz qaysi odam oldiga ko'proq borasiz? Demak, siz liquidity qo'llab ishlanadi bozor. Masalan, qayerda liquid ko'p bo'lsa, o'sha yerga. Ustoz bizga o'rgatgan. Liquid qayerda ko'p, bozor o'sha yoqqa. Masalan, xuddi shunday bozorga chizib oling o'zingiz, qayerga ketishini bir qaranglar. Masalan, mana bu daily time'ni ochasizda, mana bu simulyatori bor, trading yo'lda o'shanga qarab ishni ko'rasiz. Chizib qo'yib olasiz masalan. Endi buni nimaga masalan men manshetini olyapman, nimaga mana bu tanasida olmayapman? Mana shu liquidity deyiladi. Ya'ni bu tushuninglar, bu eng pasti low liquidity, eng tepa high bu liquidity. Ya'ni undan oldingi liquidity bu olingan mana. Mana bu yerda liquidity bo'lgan, bu olingan. Endi qaranglar. Imенно masalan bozor bir-biriga liquid bilan shu yeydi. Endi qaranglar. Masalan liquid olingan biz qayerdan bilamiz? Mana liquid olinganini biz qayerdan bilamiz? Vot masalan hozirgi misol, vot mana masalan liquid qo'ygandik, to'g'rimi? Bizda buy side likvidatsiyamiz bor edi mana bu yerda. Mana bu yerda yana bitta liquidity bor. Hop mana buy side likvidatsiya olingan, to'g'rimi? Mana hay keldi bozor, mana shu yerda liquidity qolgan. Bozor nima qildi? Shunday borib oldi. Olgandan keyin qaranglar, mana liquidityning ustida yopilyapti shaq. Liquid ustiga o'tib olganda keyin yopilib 5 minut yemi? Masalan, mana 15 minutning o'ziga qaragan bo'lsak, mana liquid qolgan vik bilan ustiga o'tib olgandan keyin olindi. Olingandan keyin asta narx mana pastga tushyapti. Ya'ni marka struktura liquid olingandan keyin tepasiga o'tgan. Har doim liquid olinishi kerak. Qanday olinadi?
uni masalan o'sha kichkina time frame'lardagi ham uni tepasiga o'tib olish kerak. Masalan 0.50 bu o'tgan. Bu altcoin'larda o'sha 1%, 1.5% o'tgan bo'ladi. Xo'p, vot mana shunaqa. Xo'p, mana liquidity vot mana olindi. Endi pastdagi liquiditydan qanday bilamiz? Vot masalan qaysi vot mana bu yerda liquiditymiz bor, to'g'rimi? Yoki mana buni aytadigan bo'lsak, mana bu ham bizga liquid 4 soat oldingi, bundan oldingi shamni qilsa ham liquidity hisoblanadi. Chunki bu ham oxirgi low bo'lgan mana. Ko'rishingiz mumkin. O'tib olgandan keyin liquid olingandan keyin bozordan o'sha kichkina time frame 15 minutlik yo 5 minutlik o'tsak, narx pastga o'tgan, mana shu joyga o'tganda qaranglar 0.20 yurgan. 20 yurgan, olindi deb hisobga o'tganda keyin mana bozor tepaga qarab ketgan. Demak, bizda liquid nima? Sell side liquidity olinsa, narx tepaga qarab ketadi. Buy side liquidity olinsa, demak narx pastga qarab ketadi. Tushundinglar? Buy side nima uchun kerak, sell side nima uchun kerak? Sell side olinganda biz longroq qarash qilamiz, buy side olinganda biz shortroq bo'lamiz bozorga. Chunki bizda liquidity fill, ya'ni liquidity fill degani fill qilindi, to'ldi liquid deyiladi. Shuning uchun masalan buy side, sell side bizga kerak bozorda. Endi siz bu narsani tushunish kerak. Masalan, bir xil paytda masalan liquid olmaydi bozor, mana bunday qilib mana o'ziga kelib ketadi. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda mana bu yerda ko'rib turibsizlar, mana bozor kelganda narx mana tekkanda keyin liquidity qilib olmasdan ketdi. Nimaga bu olmasdan ketdi? Bu ham liquid hisoblanadi. Bu ikkalasi o'zi liquidga kiradi. Ya'ni bu relatively equal high mi shunaqa? O'sha nomi esimdan chiqib ketdi hozir, yozib olganim planim topilmadi. Bu relative equal high deyiladi. Babi o'shanga kelib turib, babi liquid olinadi, fill qilinadi. Nimaga bu qolinyapti? Yana kelib olaman degan maqsadda. Mana kelib, masalan, ko'rishingiz mumkin. Olgandan keyin yana birdan range laqib, yana pastga qarab tushdi bozor. Endi tushundinglar? Masalan, nimaga olinmaydi? Zona qolib ketadi. Ya'ni qolgan zona bu olinishi uchun qolinadi. Relative equal high shuning uchun qilinadi. Xo'p, soat nechadan nechagacha Osiyo, nechadan nechagacha New York vaqti o'shani nazarda tutyapman. Bo'ldi. Hozir mana shu darsda o'tib, hozir tushuntirib ko'rsatib boraman. Masalan, aytaylik, qaranglar. Какой-то zona, to'g'rimi? Masalan, biz analiz qildik, hamma narsani qilib bo'ldik. Bo'ldi, endi bizga liquid qarayapsiz. Masalan, key zonaga qo'yib qo'ygansiz, mana endi sizlarga yaxshiroq bir shakari bor narsani o'rgatadi. Mana FMga turib, to'g'rimi? Key zonaning ichida ham liquidity bo'ladi. Mana qaranglar, bolalar. Ko'ryapsizlar? Mana masalan, siz bir xil liquidni mana tanasidan oladi-da. Yo'q, biz tanasi emas, mana viki mana. Eng uchi, eng tagi, eng low qaysi? Bu emas-da, bizning eng lowimiz. Eng lowimiz bu, eng highimiz hozir bu. Mana bu yerda bu bo'lgan. Tushundinglar? Mana key zonaga kelganda liquidity olinishiga qarab ishlasanglar, bozor cho'tki ishlaydi. Sizlar какой-то eng tepasidan ushlaysiz yo eng pastidan ushlagan bo'lasiz-da. Shuning uchun sniper entry mana shularga aytiladi. Siz juda ham tagidan yoki juda ham shakarli joyni ushlaysiz, siz какой-то stop lossingiz ham minimal darajada kam bo'ladi. Ko'rasizlar, mana liquidity turibdi. Qaranglar, mana bu yerda bozor kelganda relatively equally low qilib ketgan. Low qilib o'sha olmasdan ketgan, o'sha zona kuchli bo'lgani uchun keldi bozor oldi. Ya'ni olganda ham qaranglar, qancha oldi bu? Boya ko'rishingiz mumkin, sizlarga o'tib olishi deyildi. Endi USDT da bu kam ko'rinadi. Altcoin'larda bu narsa ko'p bo'lishi mumkin. Shuning uchun bunga ham ahamiyat beriladi. Bu ham touch hisoblanadi, oldi. Chunki bu o'zi qayerda turibdi? Key zonada turibdi. FVG ichida turibdi. FVG ichida turgan liquidity olindi bizga hozir. Bum, mana narx tepaga qarab ketdi. Endi какой-то o'zingizni boyaga sizlarga o'rgatildi, markaz struktura o'rgatildi bolalar. O'shanga qarab, masalan, savdo ochib qo'ysangiz ham, mana ketdik. Yoki o'sha liquidity olingandan keyin sira savdo qildingiz, masalan, long bozor. Bang, ko'rasizlar? Oddiy. Prosta key zonaning ichidagi liquidity degan ahamiyat berish kerak. Bu shakarli zo'r joyni hozirlarga aytdim, uncha odamga yetmagan. Xo'p, endi qaranglar. Endi shuni sell saytini izlab ko'ramiz sizlar bilan birgalikda. Mana. Xo'p, chetdan o'chiramiz. Mana bugungi kechagi bozorlar sizlarga prosta obzor qilib ko'rsatib beryapman. Xo'p, aytaylik, mana shu bozor. Bugungi bozor. Bugungi nima savdo qildik bolalar bilan? Bugun nima savdo qildik? Long qildik-ku bolalar bilan birgalikda o'sha bozor. Qaranglar. Masalan, mana bu boyagi bizani 4 soatdagi liquiditymiz, to'g'rimi? Buy side liquidatsiya mana turibdi, bor edi, olindi, to'g'rimi? Mana bu yerda FVG'miz ham bor ekan.
buy side ichida FVG'ni ichida buy side likvidatsiya olinyapti. Tushunyapsizlar? FVG'ni ichida buy side likvidatsiya olinyapti. Bu yerda nimamiz bor? Bizning Yevropadagi boyagi hayimiz ham bor. Sizlarga o'tilgandi bu narsa. O'sha Yevropa hayini ham oldi. Buy side likvidatsiya ham olindi. Shunga qarab biz boya enter qildik. Bolalar bilan birgalikda vot masalan USDT ga short bo'ladi, altcoin Bitcoinga long. Masalan mana 1.79% stop loss qo'yasiz, xo'p buy side tepasiga. Ko'proq masalan sell side qo'yayotganda, likvidatsiyani sell side stop loss qo'yayotganda likvidatsiyani teparog'iga qo'yiladi. Vot masalan mana shunday qilib qo'ydik. Vot mana masalan 1.79% altcoinlar o'zida vot mana ishladik. Masalan 3% altcoinlarda manada masalan qancha? Manada uje mana hozir ham ketyapti. 3% bunda ham masalan AV qaranglar qancha qilib berdi. 4% qilib berdi. Bu degani 20 plecho bilan 80, 60, 50%. Bu shunaqa vot mana. Endi mana shu paysa sell side bo'lib sizlarga o'sha boyagi bugungi analizni tushuntirib berdim. Tushundinglar degan umiddaman. Qisqacha dars bo'ladi bu, lekin juda ham foydali. Ishlatinglar, buy side, sell side nimaga kerakli. Xohlasanglar buni mana o'zinglar uchun tushuninglar. Tepasi bu. Bunday qilib yozuvchilar ham bor. Mana BCL qilib turib. Vot mana BCL passiga masalan qo'yib olasizlarda, sell side mana CCL qilib CCL ya'ni sell side liquidation. Mana shunaqa. Vot. Mana ko'rasizlar, shunday o'zingizlarga yozinglar. Ana bo'lmasligi uchun-da, chalg'imasliklar uchun. Bu ham sizlarga foydali bo'ladi. Bu shunaqa gap. Qani bu bo'yicha savol bormi kimda likvidatsiya bo'yicha? Hozir sizlarga zo'r narsa o'rgatdim. Просто sinab bozorda qarasangiz oddiy bo'lishi mumkin. Dars o'tilgan bu narsa bo'lishi mumkin, lekin men bu narsani bolaga o'tdim. Bu yerda streamdagi tushunayotgan bo'lishlari mumkin. Bu tushunadigan bolaga o'tolmayman bu narsa. O'shalar qani savollar bormi bu bo'yicha? Hozir savol boy yozganlaringizni javob beraman. Nuqson aka yo'ldaman dedi. Kelsa boshlayveramiz. Xo'p. Ballar. Bilasizlar, shu donat qo'shganman. Har Steamda paddeshka bo'lsin. Steam qilmay qo'yaman o'zi. Короче, вот mana donat qo'shildi. Endi pulga qildirdim-da, bolalar bu narsani. Unday qilmanglar, endi paddeshka qilinglar. Короче, mana masalan, mana tepada donat silka bitta bosasizlar. Hop, mana bosgandan keyin o'tiladi. Mana shu o'zingizlar summalar belgilaysizlar. Nima yozish kerak bo'lsa, nima yozish kerak o'shani yozasizlar. Summani belgilaysizlar. 250 ming masalan shunday yozasizlar. Klik payme bosib, shuni mana bitta bosib o'tib donat qilsanglar bo'ladi. Bu paddeshka uchun-da. Просто men qiziqdim bu narsani pulga qildirdim, bilan shu pul loqlazni qata. O'zim qilaman. Hop, assalomu alaykum Ahmadxon aka, charchamadinglarmi? Rahmat. Temur og'a, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi o'zingiz? Yogurt ichinglar. Ustoz mana shunaqa mana. Qaranglar, yong'oqli belka 36 gram belka, malo jирный o'sha narsasi bor. Ustoz aytgan o'sha yogurt cho'tkaga menga yoqdi. Narxi 30 qanchamiymi shunaqa. Xo'p, savol bo'lmasa, asta ananga o'tamiz. Вот, normal narsalar o'tildi. XM tushundinglarmi? Qani?